Yo'su bol obunachilar, sizlar bilan men yana o'sha Visport. Obunachilar, bugun videolarimizga xush kelibsizlar. Bugun men sizlar uchun top 5 ta ajoyib bo'lgan g'aroyib modlarni obzor qilishlarga ko'rsatib beraman. Bu modlarni qayerdan olish uchun esa video oxirigacha ko'ring. Men sizlarga aytib o'taman. Qani bo'lmasam, let's go. Bizning top 5-modimiz obunachilar juda ham ajoyib bo'lgan mod. Mana bunaqa rudalar ko'rgansizlar, to'g'rimi? Albatta buni hamma ko'rgan. Har bittasini mana bunaqa olib o'tirasiz. Bu mod esa sizlar uchun mana bunaqa hammasini birdaniga olishga imkoniyatini beradi. Prosessor astro bo'lyapti, nima bilmayman, lekin zatto sizlarga почти maksimal 32 ta blokgacha, ya'ni 32 ta mana shu rudalargacha olib beradi. Ya'ni maksimali 32 ta bo'lishi kerak. Masalan, mana bu izmrud, ya'ni zumrad 32 tadan oshig'ini ola olmaydi. Ya'ni mana qanchadir bo'ldi. Mana ketdi. Buni nastroyga qilishlaring ham mumkin. Topcha beradi. Buni bitta bosasizlar va pastga tushsanglar, optoins bor. Nima deyordim? Mana bu yerda maksimal blocks bor va tepada wine mini speed bor. Ya'ni hozirmi almaz, hattoki nezritdan olsa kerak, ya'ni bilmadim. Qani? Let's go. Da olarkan. Yes, what the heck? Namsiz oldu. Mana biza olmozlarimizni ham qo'yib oldik. Endi buni olamiz. Yeah, what the heck, bro? Do'stlar, mana sizlarga hozir bittani qasdini ko'rsatib qo'ydim. Mana optonsga. Mana. Короче, buni speedni 0 qilib qo'yamiz hozir, yana ko'ramiz. Yo, what the fuck? Bizning top 4-imizda, obunachilar, top 4-modimizda bu albatta Counter Strike, ya'ni Counter Strike 2 kizgu orujalari. Bu yerda juda ham ko'p orujalar topishingiz mumkin. Albatta hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Bu yerda pistoletlar bor mana. Bu ozgina yurishga sekinlashtiradi, lekin ajoyib mod. Qaranglar, mana o'tirsanglar, mana qilishni bossanglar animatsiya qilib berasizlar uchun. Keyin mana bu 30 ganlarni, 30 ganlar. AK-47 bu, bilasizlar. Mana skillisi bu, mana qarang. AK-47 skillisi. Original. Şey deganda qimirlash. Juda ham kuchli ekan, qarang. Let's go. Mana men bitta stiker bor ekan. Nice. Короче, do'stlar, ko'rasizlar, sizlar uchun shunaqa dahshatli o'darmozlar topib beryapman. Sizlar esa haligacha kanalga obuna bo'lib, videomga like bosinglar, tezroq obuna bo'linglar bo'lsa. Sizlarga obuna bo'linglar dedi. Nimaga obuna bo'lmaysizlar? Axirda bular obuna bo'lish sizlar uchun qiyin emas-ku. Atliga 1-2 soniya vaqt oladi. Shu bo'ldi. Men sizlar uchun esa 1-2 soat emas, naq 3 soat montaj qilaman. Bo'lmasa let's go top 3-modimizga. Albatta kanalga obuna bo'linglar bo'lmasa men shu pistolet bilan ochib tashlayman. Let's go. Men sizlarga 3 soniya vaqt beraman. 3 2 1. Obuna bo'linglar va like bosinglar deb umiddaman. Siz kommentariyaga o'z fikringiz bilan qoldiring va o'sha videoni chiqaraman. Top 100 ta mod deysizlar, yo'q, top 10 ta mod deysizlarmi, survival uchun mod deysizlarmi, video uchun mod deysizlarmi, masalan uchun hamma modni topib beraman. Mod kanalim esa men bu silkasini kommentariyada qolaman. Men bu chekidandikni yozsanglar, men kanalimga topib olasizlar. Albatta men hammasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Ko'ruvchi bo'l obunachilar, bizlar top 3-modimizda bu albatta animatsiya mod bo'lishi kerak. Nimagadir animatsiyamiz ishlamayapti. O'shaning uchun top 3-modimizda boshqa modga aylantirishga qaror qildim bo'l obunachilar. Xo'p, bu albatta sizlarga mana bunaqa ko'rayotganlaringiz strukturalar, ya'ni knopkalar endi ajoyib strukturaga, ya'ni qishki faslda yangi huquqini, ya'ni qishki короче, yangi yil, ya'ni qorni his qildiradigan darajada sizlarga atmosfera qilib beradi. Nastroyga qaranglar, makillab qolyapman bor. Mana
hammatta zo'r, juda ham ajoyib qilingan bu mod. Qaranglar, juda ham zo'r. Ular ham juda ham ajoyib tarzda o'zgargan. Sizlarga aytsam, top 3 modni haqida qisqacha ma'lumot aytib o'tdim. Endi sizlar tezroq kanalga obuna bo'lib, videomga like bosinglar. Yo'q, biram. Zayn shu yerga. Bizlarning top 2 bo'limizda bu yo'llaringda har xil strukturlarni chiqarib beradi. Ya'ni uylarni chiqarib beradi. Men gapirishimga to'g'ri bo'lmasa. Hozir mana qarang. Mana shu yo'lga ketganlarda oddiy strukturlardan zerikkan bo'lsanglar, mana sizlarga what the heck bo'tga qanday chiqadi. Chunki mana shunaqa juda ham qiziqarli bo'lgan mana shunaqa strukturalarni qo'shadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Animatsiya modi sizlarga bonus qilib beraveraman. Ya'ni sizlar hech qanday mod o'rin olmaydi. Bu yerda juda ham ko'p nastroyka qilsanglar bo'ladi. Kuch beradi sizlarga. Kuchda keyin xohlagan kamerani bosasizlar va bu yerdan любой bittasini ishlaysiz. Mana shuni tashladim men. Endi bu yerda tushasiz va bu yerga qaysi bir edi? A few moments later. Mana endi ishlab ketdi. Birinchilar mana animatsiyamni ishlatib oldim va nihoyat do'stlar. Mana shunaqa ko'ryapsizlarmi? Mana bunaqa animatsiya modini qo'shib beradi. Mana ko'zni bosib bo'lmagan. Ko'rasizlarmi qanday zo'r animatsiya mod. Shunaqa kameralar o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda eshigi bu yerda mana kazlab olasizlar, короче, ishini bir mana o'zingizlar topib qolaverasizlar. Men sizlarga topib bermayman. Olganga borib. Короче, mana shunaqa zo'r, ajoyib bu. Bu modlar men Telegramga what the me 3 ta qo'lim olib ketdi. What the heck? Ani voy, bu ancha animatsiya semuriga. Gap o'rishlar. Bu qotib qoldimi? Yo, what the fuck? Let's go. What the tipa o'zgarib qolibdilar. Hadi bor. What the fuck? Mana bu şey bu qolibdi. What the heck? Bu qanaqalar? What the fuck? Let's go. Bitta surish kerak. Oshirtirib, mana qishloqlar bor ekan bu yerda. Qishloqlar baratanlar zo'mizlar jarchansizlar. Bular yo'q bo'lish kerak. Yo! Sizlarga do'st qo'shib beradigan Minecraft dunyosida do'st qo'shib beradigan mod. Masalan, mana bunaqa qizaloqlar. What the heck? Bu ochasizlar va bu gaplashib o'tiruvlar просто так akanroq ekan. Bu juda ham ko'plab bo'lgan. Shularni albatta Genie modini egallab oldi. Ya'ni birinchi o'rinni what the heck? Ya'ni birinchi what the heck bro? Birinchi o'rinimizda obunachilar Genie modi. Buni ko'pchilik bilsa kerak, ayniqsa Minecraftda normal tushunib qolgan bolalar bu modni biladi. Bu Genie modini albatta men Telegram kanalidan topasizlar. Telegram kanali selkasi video kommentariyasida bo'ladi. Ha, aytgancha videomiz shu yerda yakunlanadi. Bolalar obunachilar albatta kanalimizga obuna bo'lib, videomga like bosinglar. Bu videoga 50 ta like qilsanglar, masalan uchun любой bitta video chiqaraman. Просто kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Ya'ni o'z izohlaringizni qoldiring. Yangi video nima haqida bo'lsin, o'shani qoldirasizlar, короче. Bunga kalt kerak ekan, kaltimiz yo'q-ku. Mayli, bizda kalt yo'q, lekin qizlar oromi albatta butkul yo'qoladi. Bu yerda 1000 tadan ortiq TNT bor. Meni telefonim qotib qolmasa bo'ldi. What the heck? Let's go! What the heck? Let's go! A few moments later. What the heck? İşlamayapti obunachilar, hali ham ishlamayapti bor-ku. Yo, what the heck? Endi ketamiz. What the fuck? Yapti. Men bitta ketgani to'xtab qoldi. Oldimga tushdi. What the heck? Başka 2 minutda mermasdan portlashni kutib o'tiribman.
Ko'ruvchi bola bilajilarga chao. Men bu yerdan chiqmasam nagli chopiladi. To'xtanglar-chi, yana ozgina kutaylik-chi, nima bo'lar ekan? Yo'q, kutganda foyda yo'q ekan. Bo'pti. Ko'ruvchi bola bilajilar, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va kanalimizga obuna bo'lib, videomga like bosinglar. Chao.